Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kuzatuvchilarim, azizlar. Bugun sizga shunchaki hikoya emas, balki do'stlik, ishonch va vaqt haqidagi bir voqealarni aytib beraman. Ayrim insonlar hayotimizga tasodifan kirib keladi, lekin ularning izi abadiy qoladi. Inson hayotida juda ko'p odamlarni uchratadi. Ulardan ba'zilari hayotimizga qisqa vaqtga kirib keladi va ketadi. Ular shunchaki yo'lovchilar bo'lib, vaqt, sharoit yoki manfaat bois yaqinimizga aylanadi. Ammo keyinchalik esa hayotimizni tark etadigan odamlar bo'lishadi. Insonni tanishlari ko'p bo'lishi mumkin, lekin do'stlar sanoqli bo'ladi. Biroq haqiqiy do'stlar ular boshqacha. Ular sizni tark etmaydi. Hatto siz qiyin vaziyatga tushganingizda ular tashlab ketmaydi. Aksincha, yoningizga keladi. Yoki kulib yurganingizni ko'rganda esa sizdan ham ko'proq shodlanadi. Bugun sizga dildan chiqqan xotiralardan eslangan qadrdon do'stlik rishtalari nomli hayotiy hikoyamni havola etmoqchiman. Marhamat. Ushbu hikoyamni haqiqiy do'stlarimga bag'ishlayman va bugungi efir orqali ularga samimiy salomlarimni yo'llayman. Hikoyamni yozuvchi Erkin Vohidovning ijodiy parchasidan boshlayman. Do'st bilan obod uying, gar bo'lsa u vayrona ham. Do'st qadam qo'ymas esa vayronadir koshona ham. Shuningdek, yaxshi do'sti borning oynaga ehtiyoji yo'qdir deb bejiz aytilmagan. Samimiy do'stlar qadr-qimmatini inson yashab o'tayotgan umri davomida his qiladi. Ularsiz g'am va quvonch to'liq bo'lmaydi. Ular hayot rishtasini bog'laydilar. Do'stlar nafaqat uyingizni, balki qalbingizni ham obod qiladi. Do'stlik va chin do'stlarni borligi ham bir ne'matdir. Do'stlarim ko'p, lekin eng yaqin bo'lgan do'stlarim sanoqli desam to'g'ri aytgan bo'laman. Hammada do'stlik yoshlikdan, ya'ni maktabda o'qib yurgan davrlardan boshlanadi. U paytda bizlar 3 dugona do'st edik. Ularning ismi Odinaxon va Gavharoy. Bizlar bolalikdagi haqiqiy, samimiy dugonalar bo'lganmiz. Institutdagi dugonalarim Zumradxon Hojona va Mavludaxon. Aspiranturada o'qib yurgan vaqtimda esa Muhabbatxon va Zulfiyaxon Hojona dugonalarim. Bizlarni Tri mushkatyorlar deyishardi. Moliya tizimida ishlagan vaqtimda ham 3 dugona, Farg'onadan Gulnoraxon Hojona va Namangandan Naziraxon. Bizlarni vodiy go'zallari deyishardi. Qalin do'st bo'lganmiz. Yana bir uchli dugonalarim borki, 45 yildan buyon birgamiz. Ma'rifatxon va Farovatxon hoji onalar. Ular bilan mehnat faoliyatimiz davomida boshqa tashkilotlarda ishlasak-da, har qadamda birga bo'lish baxtiga muyassar bo'lganmiz. Hamda Farovatxon hoji ona bilan umra ibodatlarini birga ado etish nasib etgan. Bu do'stlarim bilan hozirgi vaqtda ham aloqalarimiz mustahkam. Vaqti bilan uchrashib, suhbatlashib turamiz. Ushbu qadrdonlarim bilan do'stligimiz davri 60 yillarga borib qolgan. Dugonalarimni turmush o'rtog'im ham hurmat qilar edilar. Ular bilan ko'rishish niyatim borligini aytsam, hech qachon qarshilik qilmaganlar. Balki birga borib, uchrashib, suhbatlashib, kelishimizga imkoniyat yaratib berar edilar. Men turmush o'rtog'imga rahmat aytsam, rahmat aytishingizni hojati yo'q. Negaki siz dugonalaringiz bilan uchrashganingizda, suhbatlashganingizda bir oz bo'lsa-da ro'zg'or tashvishlaridan, uy ro'zg'or ishlaridan dam olasiz, xursand bo'lasiz. Dugonalaringiz yaxshi ayollar. Shuning uchun ularni hurmat qilaman va sizning xursand bo'lganligingiz esa men uchun muhim der edilar. Shuning uchun dugonalarning hammalari turmush o'rtog'imni yaxshi tanishar va ular ham o'z navbatida hurmat qilishar edilar. Ayrim dugonalarimning oilasi bilan oilaviy do'stligimiz bor bo'lib, do'stlik rishtalari shu darajada mustahkam ediki, qiziq voqealar ham bo'lib turar edi.
Yoshlik yillarimizning bir kunida Zumradxon hoji onajonning uylariga borsak, uylarida hech kim yo'q ekan. Turmush o'rtog'im qaytib ketishimizni istamadilar va ularning qo'shnilaridan narvon so'rab, ular hovlisiga devor oshib kirganmiz. Turmush o'rtog'im xolodilnikni qarab, kechki ovqatga zarur masalliqlarni olib chiqdilar va olov yoqib, mazali bir taom tayyorlashimni so'rab, o'zlari magazinga chiqib, yana dasturxonga qo'shimcha yeguliklar olib keldilar. Biz ikkimiz ular kelgunicha ovqat pishirdik, dasturxonni hozirladik. Bir ozdan so'ng dugonam va turmush o'rtog'i ishdan kelib qolishdi. Darvozani qulfdan ochib hovliga kirishganda, darvozani ortida men yelkamda sochiq, qo'limda issiq suv bilan egilib, ularning qo'liga suv quyishga shay turibman. Turmush o'rtog'im esa qozonni boshida osh ovqatga qarayotgan edilar va biz ularni o'z uyimizda mehmon kutgandek kulib kutib turar edik. Shunda ular juda xursand bo'lishgan. Bizning xursandchiligimizga esa xursandchilik qo'shilgan hamda o'sha kungi uchrashuvimiz romantika do'stlik uchrashuviga aylanib ketgan edi. Yana bir voqeani yozgim keldi. O'sha vaqtlarda bizlar hozirgi hovlimizda uy joylarimiz to'liq bitmagan holda ko'chib chiqib yashayotgan edik. Ustalarning kelishini kutib yuqoriga uy xonasiga kirish uchun hali zinalar bitmagan. Bizlar esa narvondan foydalanib xonaga kirar edik. Bir kuni Ma'rifatxon hoji ona bizning uyimizga kelib qoldilar. Lekin xonaga kira olmadilar. Biz ularga narvonga chiqib uyga kirasiz desak, baland narvonga chiqishga bir ikki harakat qilib, ularga yordam berishimizga qaramay narvonga chiqa olmagan. Sizlar o'rganib ketibsizlar-da deb qaytib ketganlar. O'sha kuni turmush o'rtog'im dugonamga ertaga albatta keling, zinalarni bitkazib qo'yaman, bemalol yurishga sharoit yaratiladi degan edilar. Haqiqatdan turmush o'rtog'im ertasi kuni o'zi qoliplar yasab, zinalarni bir qismini ustalardan ham sifatliroq qilib bitkazibdilar va xonaga kirish uchun sharoit yaratilibdi. Dugonam ertasi kuni kelganda bemalol uyga kira olgan va turmush o'rtog'imga o'zingiz ham zo'r usta ekansiz-ku, do'stligimiz bahonasida zinalar ham bitib ketibdi degan edilar. Endilikda bu voqealarni yaxshi xotiralar bilan eslab kulib qo'yamiz. Men esa zinalardan yurganimda qalbimda bir ajib xotiralarni sezaman va turmush o'rtog'imni hozir yonimda turganidek his qilaman. O'sha dugonamdan esa har doim iliq bir ichki tuyg'ularim bilan minnatdor bo'laman. Yana bir men uchun qadrli bo'lgan 10 dan ortiq do'stlarim borki, ular bilan 2006-yildan boshlab 20 yildan buyon har oyda bir kun uchrashib, yurakdan suhbat qilamiz. Bu mo'tabar ayollar jamiyatimizda ilg'or, shahrimizdagi bir qator viloyat tashkilotlarida mehnat faoliyatlarini olib boradilar. Oilali, nevarali, ayrimlari evarali bo'lishgan. Ba'zilari hozirgi vaqtda nafaqada bo'lib, oilasida farzandlari e'zozida keksalik gashtini surib, yurish baxtiga muyassar bo'lgan ayollardir. Yaqin kunlarda uchrashuvimizni 20 yillik yubiley tadbirini o'tkazish niyatimiz bor. Men uchun qadrli bo'lgan do'stlarim bilan uchrashganimda o'zimni xursand, kuchli, shu bilan yengil, xushchaqchaq his qilaman. Davralarni to'ldirib o'ynaymiz, dildan suhbatlashamiz. To'y va ma'rakalar bo'lsa, saf tortib boramiz. Birga xizmat qilamiz. Dugona boshlig'imiz bor. Keragida uning to'g'ri ko'rsatmalariga amal qilamiz. Yana bir men uchun qadrli bo'lgan do'stlarim borki, ular bilan umra ziyoratlarini birga ado etish sharafiga muyassar bo'lganman. Hoji onajonlar bilan do'stlik rishtalari muqaddas joylarda, Madina va Makka shaharlarida bizlarga nasib etgan. Ushbu do'stlarim bilan ham har oyda bir kun uchrashib turamiz. Hoji onajonlarning qalbi beg'ubor, ibodatli, samimiy ekanligi bir-birimizga intilib turishimizga alohida kuch beradi. Do'stlarning qadr-qimmatini, ayollarning mo'tabar ekanligini,
ziyoli, hayoli, iymonli, insofli ekanliklarini do'stlarimda ko'raman. Ularni hurmat qilaman. Uchrashuvlarimizni orziqib kutaman desam to'g'ri bo'ladi. Hammani ham haqiqiy chin do'stlari bo'lishini tilab qolaman. Do'stlik ham katta boylikdir. Mavlono Jaloliddin Rumiyning do'stlarni tark etmoq yomon deb aytgan so'zlari ayni haqiqat ekanligiga iqror bo'ladi inson. Meni eshitib turgan bo'lsalar, barcha azizlarim, do'stlarimga salomlar yo'llayman. Do'stligimiz bundan-da mustahkam bo'lsin. Qalbimizdagi do'stlik sog'inchi bizni manzillarda qoldirib ketmasin. Bardavom uchrashib, ko'rishib turishimizga nasib etsin. Do'stlarimga minnatdorlik izhorim. Chunki ayrim do'stlar ketdi, lekin sizlar qoldingiz. Ma'rifatxon, ismi nur, ma'nosi ziyo. Ilmning qudratiga bor cheksiz dunyo. Tilaysiz oling deb bilimdan bahra, har doim chin dildan qilasiz duo. Farovatxon, tinchlikla bog'lik nigohingiz, dillariga osoyishta berguvchi ogohingiz. Siz bor joyda do'stlar bo'lmas xafa, borligingiz o'zi bir tabarruk tuhfa. Muhabbat ismingiz o'zi mehr kaliti, beg'ubor qalbingiz ham mehr ulashar. Uchrashuvga shoshaman, shoshamiz asli, siz bor joyda gullab yashnaydi do'stlar. Zulfiyaxon, nafosatda tengi yo'q, go'zallikda e'tirozga o'rin yo'q. Yurishingiz noz, so'zlaringizda latofat, bu do'stlik bizlarga berilgan ne'mat. Gulnoraxon, ismingiz gul, yuzingizda nur, atrofingizda dunyo ham shodlikka to'lur. Gullar kabi xushbo'y, nur kabi yorug', har kuningiz quvonch va bo'lsin huzur. Naziraxon, samimiy so'z, pok iltijo, qalbingizda yaxshi niyat, bor ezgu duo. Boringiz shukrli, do'stlarga shifo, aytsam yaxshi so'zlarim bo'lmaydi ado. Do'stlar, hammangiz bir ajib siymo, sizlar quvonch mehr, bag'ri keng daryo. Go'zallar, har qadamda sizdadir hayo, baxtu iqbolingizdan kulsin bor dunyo. Hikoyamni yakunlar ekanman. Bizning do'stligimiz oddiy uchrashuvlar, oddiy gaplar yoki vaqtinchalik tasodif emas edi. U sinovlardan o'tgan, vaqt bilan pishgan, ehtirom va ishonch bilan qurilgan xazina bo'ldi. Azizlarim, balki bir so'zingiz kimningdir yuragiga matonat, kimgadir esa quvonch olib kelar. Agar biror do'stingiz uchun aytmoqchi bo'lgan, lekin hali aytolmagan gaplaringiz bormi? Unda kommentariyaga do'st deb yozing. Aziz obunachilar, taqdim etib borayotgan she'rlarim hamda hayotiy hikoyalarim sizlarga manzur bo'layotgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, like qo'yishingiz menga katta motivatsiya beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana efirlarda ko'rishguncha, xayr, o'zingizni asrang.